Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Shomurodov. Jigarlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Season Pass ochib, mana bunaqa Kick of Stars playerlardan ochib ko'ramiz. Kim tusharkan? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Rafinha yoki Alvarez? Jigarlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, shu kunlarda juda ko'p videoroliklar chiqaryapman sizlar uchun. Buning sababi yangi yilgacha 5000 ta bo'lmoqchiman, chunki bizga Imenov akamiz challenge berdi. Mana eshitib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Shomurodov, sizga shart agar yangi yilgacha mana shu YouTube kanalingizda 5000 ta obunachi bo'lsa, Xudo xohlasa, siz bilan ikkinchi revanch videoni ham olamiz. Plus men sizga bitta o'zim shaxsan bitta full akkaunt sovg'a qilaman. Bu sizga shart, obunachilaringizga ham shart. Obunachilaringiz sizga yordam berishsin, maksimal darajada sizni qo'llab-quvvatlashsin. Xudo xohlasa nasib qilsin sizga ham mana shu 5000 ta bo'lish yangi yilgacha bu yog'ini bosasiz endi. Omad sizga. Mana jigarlar, Imenov akamizni challenge'ini ham eshitib oldingiz. Imenov akamiz menga aytyapti, yangi yilgacha 5000 ta bo'lsang, senga bitta full akkauntni sovg'a qilaman hamda revanch o'yinini ham o'ynab YouTube kanalimizga joylaymiz deyapti. Jigarlar, yangi yilgacha 5000 ta bo'la olamizmi? Meni podдержка qilasizlarmi? Shuni kommentariyaga yozib keting. Agar ha, podдержка qilaman desangizlar, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib keting. Iltimos sizlardan jigarlar. Men sizlar uchun borimni berib, zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Qani unda gapimizni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik do'stlar. Mana jigarlar, hozir sezon passimizni ochib oldik. Endi bonuslarni olamiz. Bonuslar juda ko'p ekan mana bu yerda. 5 ta kunlik bonuslar, 5 ta weekly bonuslar, oylikmi, haftalikmi bonuslar 2 ta bor ekan. Hozir kunlik bonuslarni oldik. Aytgancha jigarlar, shu joyda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men hali sezon pass ochib boshlaganim yo'q, lekin albatta bir kun yo'lga qo'yamiz buni ham tez orada. Lekin bizda tanga va olmos yig'ib berish xizmati bor. Akkauntingizga tanga, olmos, clan points, dream points, sezon passlarini yig'ib beramiz va akkauntingizni kuchaytirib, olmoslarni ham ko'paytirib, stadionni ham full qilib qo'lingizga topshiramiz. Narxlar esa Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga silka esa kommentariyada bo'ladi. Mana haftalik bonuslarni ham olib oldik. Biroz internet qotishi bo'lyapti. Sezon pass ochganimizga bitta agent beribdi. Common agent, oq agentdan bot o'yinchi tushadi hozir. Davlatini tanimadim to'g'risi. Vega degan futbolchi tushibdi. Bu futbolchi bizga kerak emas. Darrov sotib yuboramiz. Mana bu yerda chiqib turgan ekan, fitnesga sotamiz. Chunki himoyachilarni full qilib video chiqarmoqchimiz keyingi safar. O'tgan safar yarim himoyachilarni full qilib chiqargandik. Hozir 20 olmosni tanlaymiz. Bu yerdan 150% Dream Point'ning bonusini olamiz. Biroz qotyapti internetimiz. Mana 150% bonusimizni oldik. Internet yaxshi ishlayapti, lekin 150 tangani tanlaymiz bu yerda. Bu yerda esa legendarniy davolagichni tanlaymiz. Bu yerdan 75% postni tanlaymiz. Bu yerdan 10 ta olmosni tanlaymiz. Internet qotishlari bo'lyapti bizda ozgina. Bu yerdan fitness coachni tanlaymiz. Bu yerdan 30 ta olmosni tanlaymiz. Tangani o'zimiz yig'ishimiz mumkin. 3 ta 4 ta o'yin o'ynasak 750 ta tangani yig'ib olamiz, lekin 35 ta olmosni yig'ib ola olmaymiz. Internetni yaxshiligini tekshirib oldik. Bu yerdan legendarniy davolagichni oldik. Bu yerdan 40 ta olmosni olamiz. Bu yerdan rare special guachni olamiz. Bu yerdan goalkeeping kuchaytirgichni olamiz va nihoyat qiziqarli lahzalar. Jigarlar, eng qiziqarli lahzalarga keldik. Men sizlarga shuncha pul sarflab bu o'yinchilarni olyapman, videolarni olyapman. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lib keting. Xudo xolasa buni full qilib ham video chiqaramiz.
Qani unda sizlarni kuttirib o'tirmasdan ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Argentinalik Alvares tushdi. Mayli, o'zi menga Rafinha kuchliroq-u, Rafinha kerak emasdi. Akkauntimda bor edi 95lik Rafinha full holati. Alvares ham normalniy futbolchi. 84lik bo'lsa ham Dallasini homiysi u ham. Rafinha bilan ikkalasi bu yil Dallasini homiysi bo'libdi jigarlar. Mana ajoyib ko'rinishda Ronaldoni uslubida chiqib kelyapti. Mana Julian Alvares, argentinalik futbolchi hamda Atletico Madrid safida to'p suradi. Endi esa navbatdagilarni ochamiz. 75% tanlaymiz. Bu yerda 100 ta tangani tanlashimiz lozim. Bu yerda esa legendarniy fitness coachni tanlaymiz. Bu yerda hali tanlamabmiz. Bu yerda 50 ta olmosni tanlaymiz. Internet birozgina qotyapti bu yerdan. Endi 3 tagina oladigan narsamiz qolibdi. Ularni hali vaqti bor. Oldik bonuslarni ham. Endi sizlarga aytadigan narsalarim boyagi Imenov akamizni bizga bergan challenge haqida. Bizni gaplarimizga befarq bo'lmasdan kanalimizga obuna bo'lib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Kommentariyada o'zingizni bitta yaxshi fikringizni qoldirsangiz hamda bitta narsani yozib ketinglar. Alvaresni full qilib video chiqaraylikmi, yo'qmi? Shuni yozib ketinglar, albatta esingizdan chiqmasin. Giorgio Chiellinini full qilib qo'yamiz shu joyda. Giorgio Chiellini deb ataladi aslida bu. Yana ajoyib 94 ta full bo'lmoqchimi? 95 ta full bo'ldi. Bu akkauntni men olganimda obunachimiz sovg'a qilganida juda botroq akkaunt edi, sap-sariq edi, to'g'risini aytyapman. O'zim shu darajagacha ko'tardim, lekin Chiellinini o'zi kuchaytirib qo'ygandi. 93 holatda edi men olganimda. Endi har doimgidek reklamalarni ham aytib o'taman. Befarq bo'lmasdan eshitasiz degan umiddaman, chunki siz uchun foydali bo'lishi aniq. Jigarlar, Wizard TL'sini Telegram va YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'ying. YouTube'da 200 ta, Telegram kanalida 60 ta bo'lganida ajoyib bir konkurs qilmoqchi ekan. Shuning uchun kanalga maksimalniy obuna bo'lib tashlaymiz. Agar ertaga 200 ta bo'lib qolsa, ertaga konkurs qo'yaradi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yamiz. Agarda sizga dizaynerlik xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi manzillarga Zenos dizaynerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agarda siz akkauntingizni tezroq kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, bizni tanga va olmos xizmatimizdan foydalanib akkauntingizni yanada tezroq full qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Kommentariyada qanaqa video chiqarishimizni yozib qoldiring. Biz albatta unga harakat qilib video chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Aytgancha, shu videorolikimiz 300 ta like yig'sa, biz Julian Alvaresni full qilib video chiqaramiz. Shuning uchun maksimalniy like'larni ham bosamiz. Gapimiz ham cho'zilib ketdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.